Bu videoni har bir berunilik inson ko'rishi shart. Shuning uchun hozirdan o'zingizda bir dona like bosib qo'ying va xohlagan berunilik insonga bemalol yuborib qo'ying. Bugun 9-fevral va 9-fevral holatiga ko'ra Beruniy tumanida dollar kursi ko'tarilgan 1.220.000 so'mda tashkil etadi. Rubl kursi ham normalni ko'tarilgan 154.000 so'm. Tanga kursi ham ko'tarilgan va nihoyat 23.800 so'm. Yevro kursi shu turishunda 1.360.000 so'm. Agar sizga shunday yomg'irli, o'ng'aysiz havoda Beruniyning ichida taksi kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga zo'r tavsiyam bor. Men sizga Yangidex 1450 xizmatini taklif etaman. Play Market yoki App Store'ga hoziroq kiring va Yangidex deb yozib ilovani o'rnatsangiz 10.000 so'm bonusga ega bo'lasiz. Menimcha bir yerdan boshqa yerga orqang borsangiz bo'ladi. Undan keyingi foydalanishda davom etsangiz, har bir zakazingiz uchun 500 so'm cashback ham bor. U bonusingiz ham qo'shilib jiyilib turaveradi. Videoga bir dona like bosib qo'ying va podpiska bosib qo'yish adingizdan chiqmasin. Shunda Beruniyning ichidagi nega so'z bo'lib turgan bo'lsa, hammasini hammadan birinchi bo'lib bilib borishingiz mumkin. Beruniy haqidagi hamma gap jo'rda bo'ladi. Podpiska ko'rinib turgan bo'lsa, ko'rinib turib podpisatsiya, shuni ustiga bir bosib qo'ysangiz, obuna bo'lib qo'yasiz. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.